Agar erkakda omadi kelmay qolsa, hamma qochishi aniq. Shoir shunaqa misollar aytgan. Ahvol emas, qarzlar so'ralar. Minnat uchun yoni o'ralar. Choyxonaga aytmas jo'ralar. Puli bo'lmay qolsa erkakni. Yaqinlari sizlamay qo'yar. Maqtov aytib so'zlamay qo'yar. Qarindoshlar islamay qo'yar. Puli bo'lmay qolsa erkakni. Kasal bo'lsa yo'q yaxshi qarov. 40 yoshda sochlarida qirov. Qo'ng'iroq ham qilmaskan birov. Puli bo'lmay qolsa erkakni. Kecha zo'rsiz degan tulkilar, maqtab oshin yegan tulkilar qilar ekan pinhon kulgilar. Puli bo'lmay qolsa erkakni. Ketganida omadi boqmay. Endi shu holatimda o'tib ketaman deb diqqat bo'lyapsizmi? Ishonasizmi? Alloh sizga siz o'ylagandan ham zo'rini atab qo'ygan bo'lishi mumkin-u. To'g'rimi? Yo noto'g'ri? Siz ko'ngilni cho'ktirmang. Odamlarni gap so'ziga e'tibor bermang. Hali shunaqangi kun keladiki, ishonasizmi? Bu kunlaringiz ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Hozirgi kuningizni eslab shunday kulib qo'yasiz bitta. O'sha kunlarni bekorga o'tkazmagan ekanman. Shu kunlarda sababidan bo'lgan ekan. Sinov dedim ekan. Sinovdan o'tdim. Alloh mana shu kunlarni ham menga ko'rsatdi. Alhamdulillah deysiz. Ungacha sabr qiling, o'zingizni